Man 40+man уже. Shu holatimni ko'ryapsizlar. Qanday bu natijaga erishganman? Hayotimda har xil bo'lgan situatsiya. To есть ayol kishi homilador bo'ladi, ya'ni men ham homilador bo'lganman, semirib ketganman, 100 kilodan oshiq bo'lganman, 110 kilo bo'lganman. Ishoninglar, eshikka kirmaganman deydi. Hozirgi holatim nima muolajalar qilganman men. Albatta semirgandan keyin yuzimga ko'p juda muolajalar qilganman. Birinchidan odam ozgandan keyin ter osilishni boshlanadi. Ya'ni nasogubniy skladka, baq-baqa hamma yoq pastga tushadi. Odam ozisa, uni sekin-sekin poetapno ishlashimiz kerak. Organizm bilan rezko ozadigan odam rezko osilib, yuzlari ajin bo'lib, xunuk va qari bo'lib ketadi. O'shaning uchun men har kuni ertalab sahar turib 6da piyoda yarim soat 1 soat yurardim. Keyin to'g'ri ovqatlanishga o'tardim, soatlik ovqat yerdim. To есть kerak bo'lsa boshida 3 mahalda 2-3 hafta, keyin 2 hafta boshlaganman, 2 mahal ovqatni, keyin 1 mahal ovqat yeyishni boshlaganman. Undan so'ng to'g'ri va kerakli miqdorida vitaminlar, aminokislotalar, ya'ni badlar ichib yurganman. Insonlar, patsientlar keladi yuzimga, qaraydi, agar meni yuzim xullas kalom dabdala bo'lsa-da, kim keladi yonimga? Kelmaydi hech kim. O'zini yuzini qara, bizga bir narsa yana tavsiya qiladi degan savol keladi-da aslida. Sekin-sekin organizm ozgandan keyin уже yuzlarimga muolajalar qilishni boshlaganman. Demak, albatta kollagen stimulyatsiya qilganman yuzimga. Preparatlar, ya'ni osilganda lifting tortuvchi preparatlar qilganman. Albatta botoks qilganman, botulinoterapiya, polni yuz bilan ishlaganman. Albatta filler ham ishlatganman. Albatta kokteyllar qo'shib ishlatganman. Bu holatimga kelish uchun kerak bo'lsa haftada 2 marta muolaja qilardim yoki polni komplektatsiyada qilardim. Demak, ham nitevой lifting qilganman. Даже videolarimda qizlarimga ko'rsatganman, что men o'zimga polni nima kosmetologiyada bo'lsa, PDRN bo'ladimi, polinukleotid bo'ladimi, preparatlar, polimolochka bo'ladimi, bervitalizant, nima borki kosmetologiyada hammasini o'zim birinchi yuzimda ishlatib ko'rganman va shu bez operatsiya, ya'ni yuzim kesilmagan, tortilmagan, chunki o'zimni shunaqa ushlab turaman.